Demak, barchaga assalomu alaykum. Men ismim Mustamaka Abdurahimov. ITMO haqidagi, ya'ni universitetim haqidagi videoning 3-qismi hisoblanadi. Va ushbu videoda men universitetimdagi yaratilgan imkoniyatlar haqida va bundan tashqari o'zimning Germaniyada exchange student sifatida bir semestr o'qib kelganim haqida ham gapirib o'tmoqchiman. Bugun videomizni boshladik. Xo'p, endi birinchi o'rinda qanday imkoniyatlar yaratilgan? To'g'risi, bu haqida bitta videoda gapirib berish qiyin, chunki ITMOda imkoniyatlar shunchalik ko'pki, albatta 2 yil ichida men imkoniyatlardan foydalangan bo'lsam 100% dan 10% yoki 5% dan foydalandim. Chunki birinchi o'rinda agar yaratilgan imkoniyatlar haqida gapiradigan bo'lsam, bu yerda laboratoriyalar bor, undan tashqari kibersport bor, qayerdadir stajirovka qilmoqchi bo'lsangiz, kompaniyalar bilan shartnomalar bor, exchange qilib o'qishingiz mumkin va shunga o'xshagan juda ham ko'plab imkoniyatlar bor. O'zimdan kelib chiqib gapiradigan bo'lsam, men 2 yil umrim davomida, ya'ni mana shu yerda birinchi bo'lib shaxmat bo'yicha to'garakka yozildim va shu orqali bir onlayn turnir yutdim. Onlayn turnir yutgandan keyin уже asosiy sostavga qabul qilishdi meni va aynan mana shu asosiy sostav bilan butun Sankt-Peterburg bo'yicha turli xil turnirlarda qatnashdim shaxmat bo'yicha, albatta ITMO komandasi bilan. Va undan tashqari menga aynan mana shu sababli ham повышение stipendiyaga topshirishga imkoniyat paydo bo'ldi va topshirdim va повышение stipendiya ham oldim. Va bundan tashqari men aynan Buddy System deydi bu yerda, ya'ni International Studentlar kompaniyasi yoki organizatsiyasi. Va u yerda turli xil inostraniy studentlar, ya'ni international studentlar bu yerga kelgandan keyin adaptatsiyasiga yordam berish uchun yoki bo'lmasam qanaqadir madaniy turli xil tadbirlar o'tkazish uchun, o'zaro muloqot uchun, ideya almashish uchun va hokazo holatlar uchun Buddy System deb nomlanadi. Aynan mana shunday kichkinagina klub bor va aynan mana shu klubga ham a'zo bo'ldim va ushbu klubda biz turli xil tadbirlar amalga oshirdik birgalikda. Har xil davlatlarga madaniy sayohat qildik. Va bundan tashqari biror joylarga bordik, Sankt-Peterburgga aylandik, dam oladigan joyga bordik va hokazo. Aynan mana shunga o'xshagan tadbirlar bo'ldi. Bu juda ham yaxshi, juda ham zo'r bo'ldi, chunki bunda 20-30 dan ortiq davlatda kelgan studentlar o'qiydi va ular bilan tanishib, do'stlashib, ularning madaniyati haqida o'rganish imkoniyatiga ega bo'ldim. Sport haqida gapiradigan bo'lsam, sportdan bu yerda bizga profil berishadi va ushbu ITMO profilida siz haftasiga 2 marta istalgan sportga borib qatnashishingiz mumkin. Men bir kun suzishga, bir kun futbolga bordim va juda ham yaxshi, barchasi bepul, tekin butun Sankt-Peterburg bo'yicha ITMOning aynan sport majmualariga borib shug'ullanishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda yana har xil stol o'yinlari bor, shaxmat, shashka, kibersport bor, Dota, Counter va hokazo. Va bundan tashqari bu yerda yana voleybol, basketbol, futbol, stol tennisi, tennis, hammasi bor. Istagan ikkitasiga bir hafta davomida qatnashishingiz mumkin bo'ladi. Aynan menda shunaqa bo'ldi. Bakalavr yoki magistraturaning boshqa yo'nalishlarida qanaqa bilmadim, lekin aynan menda mana shunaqa bo'ldi. Yana stajirovkalar haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu yerda stajirovkalar juda ham keng, juda ham ko'p, chunki ITMO baribir Rossiyaning top universitetlaridan bittasi va shunga yarasha butun Rossiyaning kompaniyalari ITMOdan talabalarni yoki bo'lmasa bitiruvchilarni o'z kompaniyasiga jalb qilish harakat qiladi, chunki bu yerda o'qitish yaxshi, o'qish yaxshi va shu sababli ham aynan o'qish davomida ham turli xil kompaniyalarga stajirovka qilish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Va menda ham shunday bo'ldi. Men ITMOning o'zining laboratoriyasiga o'qishga kirdim. Ishga kirdim anaroq stajirovkaga va 2-3 oy bu yerda ishladim. Va bundan tashqari bir startapda ishladim. Shunga o'xshagan turli xil ITMOning o'zining laboratoriyalarida ishladim. Va lekin bu yerdagi studentlar Sberbankda yoki VTB yoki bo'lmasam shunga o'xshagan Rossiyaning oldi banklarida yoki kompaniyalarda ishlashadi va aynan mana shu kompaniyalar ham o'zining vakansiyalarini ITMOning karyera saytida
yoki bo'lmasam Telegramda gruppasi bor. Aynan mana shu gruppalarda e'lon qilib borishadi va studentlar apply qilib, intervyulardan o'tib, u yerda ishlash imkoniyatiga ega bo'lishadi. Albatta bu juda ham yaxshi. Exchange study haqida ham ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bu yerda ITMO oldin Yevropaning barcha davlatlari bilan shartnomalar imzolangan bo'lgan, universitetlar bilan hamkorlik bo'lgan va lekin oxirgi paytlarda shu politik holat tufayli juda ham ko'plab Germaniya yoki bo'lmasam Fransiya, Italiya, Ispaniya universitetlari hamkorlik to'xtatgan va asosan hozirda Xitoydan yoki bo'lmasam Koreyadan, shunga o'xshagan Sharq Hindistonda ham bor ko'p universitetlar, ya'ni sharqiy tarafdan juda ham ko'plab universitetlar hamkorlik qiladi. Va men Germaniyada exchange student sifatida bir semestr o'qidim va agar siz bu yerda exchange study qilmoqchi bo'lsangiz, turli xil universitetlar bor. Hozirda adashmasam Germaniyadan 2 ta universitet qolgan, Ispaniyadan bitta, hamkorligi bor. Agar Yevropada o'qiyman desangiz, lekin boshqa davlatlardan, Turkiyadan bor, Birlashgan Arab Amirliklaridan bor. Albatta bu narsa ham topshirishga arziydi va maslahat beraman, chunki bu ham sizga juda ham ko'p opit beradi, tajriba beradi. Shuning bilan bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Demak, ushbu videoda men moda yaratilgan imkoniyatlar va sharoitlar, stajirovkalar, sport va shunga o'xshagan ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qildim va endi keyingi videolarda Xudo xolasa, demak Germaniyadagi exchange study haqida kengroq ma'lumot berib o'tishga harakat qilaman. Umid qilamanki, ushbu video sizga foydali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat.